Assalamu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Rahmat. Bugungi leksiyamizda shu vitaminning 3-qismini so'zlaymiz. Yeni vitamin, voy xudoyim. Biz oldingi leksiyada shu 13 xil vitamin borligini dedik. Ya'ni A, B, C, D, E, K bo'lib, buning ichida B vitamini yana 8 turga bo'lindi. B vitamini bilan C vitamini ikkilisi suvda eriydigan vitamin. Bu B vitamini ko'p turlarga bo'lingan bo'lsa-mu, ammo buning ichida 8 turi biz shu oldingi leksiyada deb o'tgan vitaminning 4 shartiga to'shqashqa, shu bu 8 vitaminga ayrim-ayrim ism bergan. Ya'ni B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 deb isimlanmagan. Bundan sir B4, B8, B10, B11'lar bor. Ammo ular shu vitaminning 4 shartiga to'shmag'achqa, ularning o'ziniki shu ximiyalik ismi bilan atab kelgan. Hamsi shu B1 vitaminidan boshlaylik. B1 vitamini asoslari shu go'shtlarda, ko'mqo'noqda, bug'doyda, arpida, yeshil no'qutda, yer yanqida qatorlar ko'p bo'ldi. B1 vitamini quram yegan kishilarning kundalik ehtiyoji 1.2 mg atrofida bo'ldi. B1 vitamini kamchilik qolgan chog'da bedende beri kesil degan bir kasal paydo bo'ldi. Bu kasallikning alomati asoslari shu putlarda ishish, holsizlik, o'rlab ketish, his tuyg'u organlarining zaiflashish qatorli alomatlar bo'ldi. Bu kasallik nihoyat burundan bayqalgan bo'lib, shu 1000 yilga qadar insonlarni nihoyat qiynagan. Buning asos sababi burungi zamonlarda bug'doyni guruch qilib saqlash jarayonida bug'doy donchasining yuzdagi B1 vitamin bo'lgan qismini uqmay evitib qilib, shu odam badanida B1 vitamini kamchilik paydo bo'lgan. 19-asrning oxirida bug'doy bilan beri kasalning munosabatini borligini bayqagan. Shundan keyin beri kasalni asta-asta saqayta olgan. B2 vitamini. B2 vitaminini riboflavin deb qo'ydim. Odatda B2 vitamini asosligi shu badam, yong'oqlarda ko'p bo'ldi. Quram yegan kishilarning shu kunlik badan ehtiyoji asosligi 1.3 mg atrofida bo'ldi. B2 vitamini eksik bo'lgan chog'da shu javg'a yog'ligi, til yog'ligi, og'iz bo'shlig'i yog'ligi, tish miligi yog'ligi, og'iz bo'shlig'ida yara paydo bo'lib qolish, mayliq teri yog'ligi, ko'z munguz pardasi yog'ligi qatorli kasalliklar paydo bo'ldi. Ko'p iste'mol qilib qolgan chog'da ba'zida böbrek kichik neytisi to'silib qilish, kichik taraf qilmaslikdagi ahvollar ko'rilgan. B3 vitaminiga keldik. B3 vitaminining ba'zilarida vitamin PP deb qo'ydi. Bu vitamin nihoyat ko'p yemeklarda bor. Quram etgan kishilarning kunlik badan ehtiyoji asosan 16 mg atrofida bo'ldi. Agar kamchilik bo'lgan chog'da shu terida qo'tirilish ahvoli, uyqusizlik, og'iz bo'shlig'i yo'li qatorli kasalliklar paydo bo'lib chiqdi. Hamda B5 vitaminiga keldik. B5 vitamini badanda koenzim A ismli bir xil oqsil ishlab chiqarishga turtki bo'ldi. Bu xil oqsil berib badaningizga kirgan yemeklarning parchalanishiga yordam qildi. Quram etgan kishilarning kunlik badan ehtiyoji 5 dan 8 mg atrofida bo'ldi. Bu vitamin odatda shu ko'mqo'noq, hayvonlarning ichki a'zosi, purchoq, quruq yalimish ham sutlarda ko'p bo'ldi. Badani kam bo'lgan chog'da shu his tuyg'ularda normallashish, muskullarda tortishish, ziyoda sezimchanlik, bo'l tamratga qatorli kasal ahvollar ko'rildi. Ammo bu xil ahvollar nihoyat oz. Buning sababi bo'lsa B5 vitamini nihoyat ko'p yemeklar bo'lganligi sababidan normal hayotda uning kamchilik bo'lgan ahvollar oz ko'rildi. B6 vitamini keldik. B6 vitamini asosan badandagi amino kislotasning normal ishlashi bilan zich munosabat bo'lgan bir vitamin. Ham bu orqali shu badan ichidagi xilla ko'p organlarning faoliyatlariga ta'sir ko'rsatadi. Bular masalan antibodiyalarning ishlab chiqarilishi, badan immun kuchini yo'qotish, oshqozon suyini ishlab chiqarilishi, badandagi mineral moddalarni tampon saqlash qatorlari mavjud faoliyatlarni o'z ichiga oldi. Normal kishilarning kundalik ehtiyoji 1.5 mg atrofida bo'ldi. Bu vitaminning B5 vitamini o'xshash tabiatga nihoyat ko'p yemeklarni topqil bo'ldi. Shunga bu vitaminning kamchiligi nihoyat oz vaqtlarda uchraydi. B6 vitamini kamchilik ko'rilgan chog'da ishtohsizlik, ich surish, qusish, eg'roq bo'lgan chog'da qonsizlik, bo'g'im yo'lligi, bosh og'rish, choch tushish, ballarda tortishib qilish qatorli bir muncha kasallik alomatlar ko'rildi. B7 vitamini. B7 vitaminining boshqa bir ismi bor, u bo'lsa biotin, yana bir ismi vitamin H deb qo'ydi. Bu B7 vitamini asosligi shu genning normal ishlashi, choch va badan issiqligini normal taraqqiy qilishi, yemeklarni badanga kirib, shu shakarga issiqlikqa aylanishga yordam berdi. Bu vitamin asosligi baliqlarda, sut mahsulotlarida, purchoqlarda, tuxumda ko'proq bo'ldi. Sog'lom kishilarning kunlik badan ehtiyoji 30 mikrogram atrofida bo'ldi. Bu B7 vitamini kamchilik bo'lgan chog'da shu muskullarda og'rish, uyqusizlik, choch tushish, choch oqarib ketish, yo'l tamratga, ko'z qapoq yo'lligi qatorli kasalliklar ko'rildi. Agar homilalikda homilaning badanida vitamin ko'p bo'lib qolsa, yoki oz bo'lib qolsa, kichik bolalarda tug'ma kasalliklar paydo bo'lib qoldi. B9 vitamini. B9 vitamini biz doim anglaydigan yupurmoq kislotasi vitamini degan shu. Bu vitamin badanimizga qonniki oz bo'lib ketish bilan nihoyat zich munosabatli. Bu vitamin homilaning boshlang'ich vaqtlarida doktorlar homilaga beriladigan vitaminning birisi. Bu yupurmoq kislotasi vitamin asosan yupurmoq bo'lgan ko'katlardan keladi. Normal kishilar bilan homila ayollarningki kunlik badan ehtiyoji 400 mikrogram atrofida bo'ldi. Agar B9 vitamini, yupurmoq kislotasi vitamini eksik badanda kam bo'lib qolsa, bizga eng muhim bo'lgan qonsizlik paydo bo'ldi. Homilaning badanida B9 vitamini kam bo'lib qolsa, ham qonsizlik paydo
paydo bo'ldi. Ham bundan sertmish buvoqlar tug'ma g'ayriy shaklda tug'ilib qoldi. Shu B9 vitamini va yupurmak kislotasi vitaminini ko'p doktor tavsiya qildi. Hamda B vitaminining eng axir birisi yana B12 vitamini ekanlik. Bu vitamin shu B9 vitaminiga o'xshash, agar kamchilik qolsa badanda qansizlik paydo qiladigan bir xil vitamin. Bundan sertmish B vitamini badanimizning shu nerv sistemisiniki taraqqiy qilishiga nihoyat muhim bo'lgan bir vitamin. Normal kishilarning kunlik badan ehtiyoji 2.4 mikrogram atrofida bo'ldi. Bu B12 vitamini ko'pincha shu go'shtlarda bo'ldi. Bundan sertmish shu jigarda, sutda, tuxumda, tuxumning seriqida, seriq mayda, eshilgan yemeklarda ko'proq chiqadi. Agar badan kam bo'lib qolsa, shu biz abayda o'tgandek badanda qansizlik paydo bo'ldi. Ham bu qansizlik bilan munosabatli bo'lgan barliq alomatlar ko'rildi. Masalan, bosh qiyish, oyoq turolmaslik, kuchsizlik qatorli alomatlar bo'ldi. Bundan sertmish badanga nerv sistemiga munosib bo'lg'achqa, qo'llarda uyushish, putlarda uyushish, badan terisida uyushish, nerv yo'llarida yig'ilib qilish, ishtohasi azib ketish, nerv yallig'i, ham kichik balada o'sib bitilishi, astlash yoki benormallik bo'lish qatorli ahvollar ko'rildi. Doktorlar normalda bir bemorning badanida qansizlik bormi yo'qmi shuni bilish uchun odatda temir, B12, B9 ni tekshirdi. Ham hozir turmushimiz burungi zamon qaraganda xillam yaxshi, yeyotgan tamoqlarimizningki turlarini aytib mol. Shuningdek bularchida vitaminlar, minerallar, oqsillar, ham boshqa ozuqlarni hammasini topalaymiz. Shunga shu odam badanida vitaminlarning og'ir darajada kamchilik bo'lishi oz ko'rildi. Endi ba'zi kishilarda shu asan tamoqlaydigan kishilarda, yashaganlarda, ayollarda, kichik bolalarda, ham shu badanda so'zlim kasallik bo'lgan kishilarda vitamin kamchilik bo'ldi. Bo'lgan taqdirda buni az yoki o'rta darajada vitamin kamchilik bo'ldi. Ham undan munosib bo'lgan alomatlar ko'rildi. Bu filmning oxirida shu asosiy deydiganimiz, agar badanda vitamin kamchilik bo'lmasin desangiz, tomoq ustlaringizni mol qiling, tomoq turlarini mol qiling, tomoqlarni aralashtirib yeng, tomoq tanlamang. Mushlar diqqat qilgan chog'da badanda vitamin kamchilik bo'lmaydi. Hamda shu vitamin sog'lom masalalar kelgan chog'da biz oldingi videolarda deb o'tdik. Ham buni lekin balkim ayrim bir leksiya qilib so'zlashimiz mumkin. Agar badaningizda bir kasallik bo'lmay qolsa, oshqozoningiz yaxshi bo'lsa, siz bir sog'lom bir odam bo'lsangiz, ataytan bir vitamin kapsulini yoki bir dorini sirtdan olmasin bo'ldi. Uning o'rniga ko'ktatni, go'shtni, sutni, tuxumni mol qilib yeng. Ham bu savol bo'lgan javobni mayli qaysi shu g'arb meditsinasi doktordan so'rasin, balkim menga o'xshash javob berish mumkin. Hamda badaningizda bir kasallik bo'lsa, yoki siz bir tomoq talash amroq bir kishi bo'lsangiz, yoki sizlar masalan atrofingizda bir kishi bo'lsa, bir vitamin tabletini agar Alloh yeb boqay deb o'ylashgan bo'lsa, ham yeyishdan oldida bir doktordan bir maslahat olib boqing. Shu badandagi vitaminlarni tekshirib boqing, shuni qartaying. Ko'rish salomat bo'linglar, Allohga omonat.